Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom, tinchlikmi? Mumkinmi? Yo'q, o'tir. Oson shart berdingiz dadasi. Bo'ldi, men tayyorman. Bo'ldimi? Hozir ay, qochi. Hozir yetib olaman. Oy. Hozir aniq aldamadingiz a? Ay. Oyog'im. Kelaver. Pulni ham qo'ydim. O'zim ham shu yerdaman. Kelaver. Hazillashmadingiz a dadasi? Hozir pulni ham o'zim olaman, iPhone 16 ni ham birinchi o'zim olaman. Hozir. Ay. Kelaver, oz qolding. Mana pulga yaqinlashib qolding. Onasi, nima bo'ldi? Esingdami? Uysizlikdan 15 yil kvartirani bo'lib yashaganmiz. Shunda aytarding. Dadasi bir xonali bo'lsa ham domimiz bo'lganda edi. Menga boshqa hech narsa kerak emas deb. Doim bir xonali domni ham berdi. Dadasi qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz kelganda bir xonali uyda uyalyapman dedik. 3 xonali dom qilmaymizmi dedik. 3 xonali domni ham qildik. Dadasi hovli baribir boshqachada. Hovli qilaylik, bolalarimiz mazza qilib o'ynaydi dedik. Yana topganimizni yig'ib hovli qildik. Dadasi bitta orzuyim mashina minish dedik. Mashinang ham bo'ldi. Noshukur bo'lib ketmayapmizmi? Aslida turmuchamiz sog'ligi bu bizning boyligimiz emasmi? Qara. Xudo bergan ne'matlardan bitta ko'zingni o'zini to'sganimga dunyo ko'zingga qorong'u bo'lib ketdi. Mana. Ol. Bor. iPhone'ingni ol. Dugonalaringga maqtan. Kerak emas o'sha iPhone. Xudoyim meni kechirsin. Noshukurligim uchun.